Nimaga telefonga shunchalik kirib ketdi? Chunki tashqi olam bola uchun zerikarliroq, chim virtual olamdan ko'ra. Virtual qiziqarliroqda. O'sha narsani tushunib aytishadiki, misol ota-ona virtualdan ham qiziqarliroq bo'lishi kerak-da bolaga. Ya'ni buning uchun ota-ona ilmli bo'lishi kerak. Bola bilan suhbatlashish kerak, bola nimalarga qiziqadi, o'sha hozirgi zamonni bilimlarini bilish kerak. Ya'ni bolani qiziqtirib, kerakli kitoblarni o'qib berib, ya'ni har xil mavzularda suhbat o'tkazadigan darajada ota-ona ilmli va qiziqarli bo'lishi kerak ekanda. Ana o'shanda bolalar telefondan emas, bu narsani sinab ko'rsalar ham bo'ladi. Agar ota-ona ko'proq bola bilan vaqt o'tkazsa yoki ko'proq suhbatlashsa, uni qiziqishlari bilan qiziqadigan bo'lsa, bola telefonga unaqa yopishmaydi. Telefonga kirib qolgan bo'lsa, ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradigan bo'lsa, demak bola o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan. Ota-ona juda muloqoti kam bola bilan birgalikda, bolani qiziqishlari bilan qiziqishmayapti. Bu yerda yechim ko'proq bolaga diqqatni, ya'ni vaqt ajratib, bola bilan suhbatlashib, bolani qiziqishlari bilan qiziqish kerak bo'ladi.